Do'stlar, mana bugun 3-kunimiz. Kat yo'limiz yonyapti. Shu 35 gradusga qo'yib qo'yilgan. Mana ko'mir holatimiz. Xo'p, birinchi qo'yganimizda ko'rgansizlar 10 sm past edi. Ko'nkir to'lmagan, 10 sm past bo'lgan. Bundan keyingi kuni 15 sm-cha birinchi kuni yondi, ikkinchi kuni yana bir 10-15 sm-cha yondida. Mana 3-kuniga ko'nkirimizni mana shu bukilgan joyidan turibdi ko'mir. Yana bir sutka oshiqroq yonadi meni mo'ljalimda. Shunda kuniga hisoblaganimizda 4 kun bo'ladi, sutkasiga hisoblasak shu 3,5 sutka atrofida yetadi. Hozir qo'limizga yonishi kulam o'zi rosa to'lar ekan. Shu 3 kunda kulashi garelkani bo'ynidan bo'lib to'lar ekan. Mana bu orqa tomoni ham. Tomonda ham kul bor. Buni endi shu bitta to'ldirganimiz 3 sutkaga yetsa, kunma-kuniga 4 kun. Shu 4-kuni bir qator tozalab, bu yerlarni ham, mana bu yerlar ham mana kul hamma yer. Bir qator tozalab, mana bu yer ham ochiladi. Bu yerda ham aylanib chiqadigan narsalari bor. Ularni ham bir qator tozalab turib, keldi xuddi ham taglarigacha qoqib tozalab turib, yana bitta to'ldirib qo'yilsa, xohlasa shu bilan yana 4 kunga yetaveradi. Xona haroratimiz ham bir xilda o'sha 24-25 gradus issiq bo'lib turibdi. Gradusimizni ko'tarishi. Motorimiz 1 minut to'xtab 12 sekund ko'mir haydaydi. Shunaqa nastroykaga qo'yganmiz. Mana 35 gradusga. Время подачи 15 sekund ekan. Время между подачи 1 minut yoqadi. Nastroykasi shunday bo'lgan. Mana 34 70 ga chiqdi. Hozir 35 ga chiqsa o'chadi. Hozir mana shinegimiz uladi. Mana to'g'ri ishlayapti. Garelkamiz shu zavodskiy Polsha garelka 25 kilovatlik. Polsha garelka. Mana 34.9. Hozir o'chadi. 35 ga chiqsa o'chadi. Mana o'chdi. Endi bu hozir 35,5 36 ga chiqib keyin qaytadi. Shu 34 ga tushganda ulaydi. Mana bu tomonimiz ham 30 necha 34 mi 35 mi gradus ko'rsatyapti. Padachimizni ketishi. Mana xonalarni hozir ko'rsatib o'taman. Xonada o'sha bitta gradusni qo'yganmiz. O'sha 24-25 ni ko'rsatib turibdi.
Soatimiz mana 2:30 bo'lyapti ekan. 2:22 kunduzgi. Xona haroratimiz 24. Assalomu alaykum hammaga. Do'stlar, mana kotyolimizni ko'rib chiqdik. 3 sutkada qancha ko'mir yoqqani, xona harorati hammasini ko'rib chiqdik. Boricha haligi yolg'on yashiq aralashtirmasdan boricha qo'ldan kelganicha ko'rsatib o'tdik. Endi xulosa o'zlaringdan kommentariyada fikrlaringni bildirasizlar. Qaytada xatolik qilgan bo'lsak, uni muhokama qilamiz. Qayta ma'qul bo'lgan bo'lsa, sizlarga uni aytasizlar. Xudo xolasa biz yangilik qilishda, izlanishda davom etamiz. Sizlarga bitta yangiligim bor. 2026-yil Ramazon oyiga katta aksiya qilmoqchimiz. Mega aksiya deb qo'yadi. Ramazon oyiga katyollarimizni 10% skidka bilan sotuvga qo'yamiz. Misol uchun 10 kilovatlik katyolni 7 million so'm sotib turgan bo'lsak, shuni 10% skidkada 6 million 300 ming so'mdan sotuvga qo'yamiz. 7 millionlik narsadan 10% ayirib tashlab hisoblaymiz. 15 kilovatlik katyolimiz 8 million so'm sotilib turibdi. 15 kilovatlik katyolimizdan 10% skidka qilsak 7 million 200 ming so'm chiqadi. Shuning uchun 22 kilovat, 26 kilovat, 35 kilovatgacha bo'lgan 4 xil, 5 xil razmerdagi katyollarimizga mega aksiya e'lon qilamiz. Ramazon oyi, bir oy faqat Ramazon oyida 10% skidka bilan sotamiz. Shoshilinglar. Katyol qidirib yurgan do'stlarga videoni jo'natib, maksimal videoga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring. Ko'pchilik ko'rsa, bizni ko'pchilikka foydamiz tegsa, biz xursandmiz. Shuning uchun barcha qarindosh urug'lar, do'st yorlar, gruppalari hamma joyga videoni tarqatib yuboringlar. Ko'pchilik ulgurib qolsin. Faqat bir oy Ramazon oyida, hali ungacha 15-16 kun vaqtimiz bor. Ungacha tayyorgarlikni ko'rib, zakazlarni qilib qo'yilsa, qaysi kimga necha kilovatlik katyol kerak. Faqat nijniy garinali katyollarimizga bu aksiyamiz amal qiladi. Ekranda nomerlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqsalaring, batafsil ma'lumot berib, katyol haqida, keyin aksiya haqida qo'ldan kelganicha chiroyli qilib xizmat qilamiz. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Videoga like bosib, kanalga podpisatsiya bo'lmaganlar podpisatsiya tugmasini bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.